Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar va kanalimiz obunachilari. Bugun juda muhim. Hayotingizga bevosita ta'sir qiluvchi bir masalani chuqur muhokama qilamiz. Bu ma'lumot ayniqsa hurmatli keksalarimiz va yaqin kelajakda pensiyaga chiqishni rejalashtirayotgan insonlar uchun nihoyatda qadrli. Gap shundaki, ko'pchilik bilmagan holda o'zining haqqini to'liq olmayapti. Biz bugun 1997 yilgacha bo'lgan mehnat stajini hisobga olgan holda pensiyani qanday oshirish mumkinligi haqida gaplashamiz. Bu mavzu deyarli har bir nafaqaxo'rni, hatto yaqinlashib kelayotgan nafaqaxo'rlarni ham qiziqtirishi shubhasiz. Agar sizning yoki yaqinlaringizning pensiyasi siz kutgandan kamroqdek tuyulsa, ushbu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing va do'stlaringizga ham ulashing. Chunki bu ma'lumot kimningdir pensiyasi sezilarli darajada oshirishi mumkin. Keling, muammoning mohiyatiga o'taylik. Avvalo, vaziyat qanday bo'lganini va nimalar o'zgarganini tushunib olaylik. Sobiq ittifoq davrida, ya'ni 1990 yilgacha bo'lgan davrda pensiya tizimi o'ziga xos qoidalarga ega edi. O'sha paytda pensiya miqdori asosan mehnat staji va olingan oylik ish haqi miqdoriga bog'liq edi. Har bir fuqaroning mehnat daftarchasi trudovay knichka bo'lib, unda uning barcha ish joylari, lavozimlari va ishdan bo'shatish sabablari qayd etilgan edi. Bu daftarcha mehnat stajini tasdiqlovchi asosiy hujjat hisoblanardi. Pensiya hisoblashda odatda oxirgi ish joyidagi maosh yoki biror bir eng yuqori daromadli 5 yillik davrdagi oylik ish haqi hisobga olinardi. Bu tizimda davlat korxonalari va tashkilotlarda ishlaganlik uchun ba'zi imtiyozlar, masalan, uzluksiz ish staji uchun qo'shimchalar ham mavjud edi. Ba'zi kasblar, masalan, zararli sharoitlarda ishlaganlik, uzoq shimolda ishlaganlik uchun alohida koeffitsiyentlar qo'llanilardi. Lekin umumiy qoida oddiy edi. Qancha ko'p ishlagan bo'lsangiz va qancha yuqori maosh olgan bo'lsangiz, pensiyangiz shuncha yuqori bo'lar edi. Maosh to'g'risidagi ma'lumotlar esa korxonalar buxgalteriyasida saqlanadigan ma'lumotnomalar orqali tasdiqlanar edi. Endi esa nimalar o'zgarganiga e'tibor qarataylik. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng pensiya qonunchiligida bir qator islohotlar amalga oshirildi. Yangi qonunlar qabul qilindi. Pensiya hisoblashning yangi mexanizmlari joriy etildi. Bu o'zgarishlar, ayniqsa o'tish davrida ko'pchilikning pensiyasini hisoblashda ba'zi murakkabliklarni keltirib chiqardi. Asosiy muammo shundaki, 1991 yilgacha bo'lgan Sovet davridagi mehnat staji va oylik ish haqi ko'pincha yangi qonunchilik talablari asosida optimallashtirilmagan holda shunchaki o'sha vaqtdagi ma'lumotlar bo'yicha aylantirilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni eski ma'lumotlar yangi qonunlarning barcha imkoniyatlarini hisobga olmagan holda shakllantirilgan bo'lish ehtimoli bor. Masalan, yangi qonunchilik bo'yicha hisoblashda qo'llanilishi mumkin bo'lgan foydali koeffitsiyentlar. Indeksatsiyalar yoki maoshni aniqlashning eng maqbul usullari o'sha paytda qo'llanilmagan bo'lishi mumkin. Bugungi kunda esa bizning pensiya qonunchiligimiz 1991 yilgacha bo'lgan davrdagi mehnat stajini qayta baholash va shu orqali pensiya miqdorini oshirish imkoniyatini beradi. Gap shundaki, bu davrdagi ma'lumotlarimizni joriy qonunchilik nuqtai nazaridan qayta ko'rib chiqish orqali pensiyamizni sezilarli darajada oshirish mumkin. Bu avvalgi hisob-kitoblarda yo'l qo'yilgan xatolarni tuzatish emas, balki qonunchilikda yangi imkoniyatlardan foydalangan holda o'sha eski ma'lumotlarni eng foydali tarzda joriy hisob-kitobga kiritish demakdir. Endi pensiyani oshirish bo'yicha batafsil tushuntirishlarga o'taylik. Nimalarni bilishingiz kerak? Kimlar bu masaladan xavotir olishi kerak va kimlar unchalik xavotir olmasa ham bo'ladi. Siz bilishingiz kerak bo'lgan eng muhim narsa shuki, amaldagi pensiya qonunchiligi ayniqsa 1991 yilgacha bo'lgan davr uchun mehnat stajini qayta baholash imkonini beradi. Sizning 1991 yilgacha bo'lgan barcha mehnat stajingiz va ish haqingiz to'g'ri va to'liq tarzda joriy pensiya hisob-kitobingizga kiritilganligiga ishonch hosil qilish juda muhim. Bugungi kunda mavjud bo'lgan yanada qulayroq koeffitsiyentlar yoki usullar o'sha paytda qo'llanilmagan bo'lishi mumkin. Aynan shu nuqta pensiyani oshirish uchun kalit bo'lishi mumkin. Kimlar bu masaladan xavotir olishi, ya'ni tekshirib ko'rish kerak. 1990 yilgacha ishlagan har bir kishi, ayniqsa o'sha davrda sezilarli ish tajribasiga ega bo'lganlar. Agar sizning mehnat faoliyatingizning katta qismi 1990 yilgacha bo'lgan davrga to'g'ri kelsa, sizning pensiyangizda oshirish imkoniyati juda yuqori bo'lishi mumkin. 2.
rasmiy maosh yozuvlari to'liq bo'lmaganlar yoki ularni tekshirish qiyin bo'lganlar. Agar sizning o'sha davrdagi oylik maoshingiz haqidagi ma'lumotlar to'liq saqlanmagan bo'lsa yoki pensiya jamg'armasida bu ma'lumotlar faqat o'rtacha ko'rsatkichlar asosida hisoblangan bo'lsa, sizning holatingizda ham qayta hisoblash foydali bo'lishi mumkin. 3. Asterisk 1990 yilgacha tez-tez ish joyini o'zgartirganlar. Har bir ish joyi o'zining xususiyatlariga ega bo'lib, ularning barchasi pensiya hisob-kitobida to'g'ri aks etganligiga ishonch hosil qilish muhim. 4. Asterisk o'z pensiyasini mehnat tarixiga nisbatan nomutanosib past deb hisoblaydiganlar. Agar siz ko'p yillar ishlagan bo'lsangiz, agar siz kamdek tuyulsa, demak buni tekshirish vaqti kelgan. 5. Uzoq vaqt oldin pensiyaga chiqqan va pensiyasi yangi qonunchilik o'zgarishlari asosida ko'rib chiqilmaganlar, qonunchilik doimiy ravishda o'zgarib turadi. Agar siz ancha oldin pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, o'shandan beri pensiya qonunlariga kiritilgan yangiliklar sizning foydangizga ishlatilmagan bo'lishi mumkin. Atarız, kimlar unchalik xavotir olmasa ham bo'ladi, lekin baribir tekshirib ko'rish zarar qilmaydi. Butun ish staji 1997 yildan keyingi davrga to'g'ri keladiganlar, agar siz umuman 1990 yilgacha ishlamagan bo'lsangiz, bu video mavzusi sizga to'g'ridan-to'g'ri taalluqli emas. 2. Yaqinda pensiyasi qayta hisoblangan va aniqlikka ishonganlar, agar siz pensiyangizning yaqinda qayta hisoblangani va barcha hujjatlar to'g'ri ekanligiga amin bo'lsangiz, xavotir olishga hojat yo'q. Lekin shunda ham agar ozgina shubhangiz bo'lsa, tekshirish ortiqchalik qilmaydi. Endi esa hayotiy misollarga o'taylik, raqamlar va vaziyatlar bilan birga. Bir misol, Buvijon Gulnoraning holati ijobiy natija. Buvijon Gulnora Toshkent shahridagi Progress zavodida 1965 yildan 1990 yilgacha muhandis bo'lib ishlagan. U 2005 yilda pensiyaga chiqqanda uning pensiyasi o'sha paytdagi qoidalar bo'yicha hisoblangan. Pensiya jamg'armasi uning so'nggi 5 yillik ish stajidagi o'rtacha ish haqini hisobga olgan edi. Ammo Buvijon Gulnora o'z pensiyasini qayta tekshirishni so'rab, pensiya jamg'armasiga murojaat qilganda kutilmagan holat yuzaga chiqdi. Chuqur tekshiruv jarayonida ma'lum bo'lishicha, uning 1995 yillardagi ish haqi aslida dastlab qayd etilgandan ancha yuqori bo'lgan. Bundan tashqari 2002 yilda qabul qilingan alohida bir qarorda muhandis xodimlar uchun Sovet davridagi mukofotlar va ma'lum ustamalar pensiya hisob-kitobiga kiritilishi lozimligi haqida band bo'lgan. Afsuski, bu band Buvijon Gulnoraning dastlabki hisob-kitobida e'tibordan chetda qolgan edi. Uning asl yuqori ish haqi ma'lumotlari va ushbu qarorni qo'llash orqali pensiyasi qayta hisoblanganda uning oylik pensiyasi 1070 ming so'mga oshdi. Bu hisob-kitobda xato bo'lgan emas, balki dastlabki hisob-kitobda mavjud qonunchilik normalaridan to'liq foydalanilmaganligining natijasi edi. Misol, Bobojon Anvarning murakkab holat, arxiv hujjatlarining ahamiyati. Bobojon Anvar 1907 yildan 1998 yilgacha Namangandagi katta to'qimachilik fabrikasida to'quvchi bo'lib ishlagan. So'ngra 1998 yildan 1995 yilgacha qishloq xo'jaligi korxonasida ishlagan. U pensiyaga chiqqanida to'qimachilik fabrikasining ma'lumotlari pensiya jamg'armasida topilmaganligi sababli 1980-1989 yillardagi staj uchun faqat minimal yoki o'rtacha ish haqi hisobga olingan edi. Bobojon Anvar o'z pensiyasidan norozi bo'lib bir necha bor murojaat qildi. Natijada u o'z kuchi bilan eski to'qimachilik fabrikasining arxivini topib, u yerdan o'zining asl yuqori maoshlarini tasdiqlovchi ma'lumotnomalarni oldi. Bu ma'lumotnomalar pensiya jamg'armasiga taqdim etilgandan so'ng uning 1970-1998 yillardagi ish staji va maoshi qayta hisoblandi. Bu holatda uning pensiyasi astronomik 200 ming so'mdan ko'proqqa oshdi. Chunki u oldingi hisob-kitobda juda kam maosh bilan qayd etilgan edi. Bu misol arxiv hujjatlarini qidirib topishning naqadar muhimligini ko'rsatadi. 3 misol, Dilbar xolaning ma'lumotlar yo'qligi, o'rtacha ish haqi va uning optimallashtirilishi. Dilbar xola 1975 yildan 1987 yilgacha Farg'onadagi kolxozda oddiy ishchi bo'lib ishlagan. U pensiyaga chiqqanida kolxoz tarqatib yuborilganligi sababli uning ish haqi to'g'risidagi hujjatlar topilmadi. Natijada uning pensiyasi hisob-kitobida 1991 yilgacha bo'lgan davr uchun o'rtacha statistik ish haqi miqdori qo'llanilgan. Dilbar xola bu holatda pensiyasini qanday oshirish mumkinligini bilmas edi. Biroq mavjud qonunchilikda agar maosh to'g'risidagi bevosita ma'lumotlar mavjud bo'lmasa,
o'sha davrdagi tegishli kasb va mintaqadagi o'rtacha ish haqining eng foydali variantini qo'llash imkoniyati bor. Ba'zan pensiya fondi xodimlari barcha mumkin bo'lgan variantlarni hisobga olmaydilar. Agar Dilbar xola bu masalada qat'iy turib, pensiya jamg'armasidan o'sha davr uchun mavjud bo'lgan eng yuqori o'rtacha statistik ish haqi me'yorlarini qo'llashni talab qilsa, uning pensiyasi ham sezilarli darajada oshishi mumkin edi. Bu holatda oshirish miqdori astirish 10.000 so'mdan 20.000 so'mgacha bo'lishi mumkin. Bu shaxsan ma'lumot yo'qligida ham mavjud imkoniyatlardan to'g'ri foydalanish muhimligini ko'rsatadi. Endi esa qoidalardagi istisnolar, to'siqlar va noodatiy jihatlar haqida gaplashamiz. Bu sizning ishingizni osonlashtirishi yoki murakkablashtirishi mumkin bo'lgan nuanslar. Asterisk qoidalardagi istisnolar va maxsus holatlar. 1. Astirish maxsus mehnat sharoitlari. Ba'zi kasblarda, masalan, zararli, yari va og'ir sharoitlarda ishlaganlik yoki uzoq va chekka hududlarda ishlaganlik uchun pensiya hisob-kitobida alohida yuqori koeffitsiyentlar qo'llanilardi. Masalan, metallurgiya, to'q-kon sanoati, kimyo sanoati kabi sohalarda ishlaganlar uchun sizning pensiyangizni dastlab hisoblashda bu koeffitsiyentlar to'liq qo'llanilganiga ishonch hosil qiling. Aks holda qayta hisoblash orqali pensiyangizni oshirish mumkin. 2. O'qish, harbiy xizmat, bolaga qarash ta'tillari. Sovet davrida oliy o'quv yurtlarida kunduzgi bo'limda o'qish, harbiy xizmat qilish, ayollar uchun bolaga qarash ta'tillari ham mehnat stajiga qo'shilgan. Ba'zida bu davrlar hisob-kitobda e'tibordan chetda qolishi mumkin. Bularni qayta tekshirish orqali stajni oshirish, demak pensiyani ham oshirish mumkin. O'tin. Ashtiriq kolxozchilar uchun qoidalar. Kolxozlarda ishlagan shaxslar uchun mehnat staji va ish haqi hisoblashning o'ziga xos qoidalari mavjud edi. Ularning mehnat daftarchalari ko'pincha oddiy korxonalardagi kabi aniq ma'lumotlarni o'z ichiga olmasdi. Bu holatda kolxozning ichki hujjatlari, yig'ilish bayonnomalari yoki guvohlarning ko'rsatmalari muhim ahamiyat kasb etishi mumkin. Pensiya jamg'armasi ushbu maxsus qoidalarni qo'llashda ehtiyotkor bo'lishi kerak. Asosiy to'siqlar, qiyinchiliklar. 1. Araştirish hujjatlarning yo'qligi yoki yo'q qolishi. Bu eng ko'p uchraydigan va jiddiy muammo. Agar siz ishlagan korxona tarqatib yuborilgan bo'lsa, uning arxivi yo'q bo'lib ketgan bo'lsa yoki tabiiy ofatlar, qayta tashkil etishlar tufayli hujjatlar mavjud bo'lmasa, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomani olish imkonsiz bo'lib qoladi. Bunday holatlarda qonunchilik muqobil yo'llarni taklif qiladi. Guvohlarning ko'rsatmalari, siz bilan birga ishlagan sobiq hamkasblaringizning yozma ko'rsatmalari notarial tasdiqlangan holda ish stajini tasdiqlashi mumkin. Ularning ko'rsatmalarida sizning ishlagan davringiz, lavozimingiz va iloji bo'lsa, o'rtacha ish haqingiz to'g'risida ma'lumotlar ko'rsatilishi kerak. Kamida 2 guvoh talab etiladi. Bilvosita dalillar, mehnat daftarchasidagi yozuvlar, mukofotlar haqidagi buyruqlar, kasaba uyushmasi chiptalari, jamoat ishlarida ishtirok etganlik haqidagi ma'lumotlar ham stajni tasdiqlovchi bilvosita dalil bo'lishi mumkin. Arxiv so'rovlari, markaziy arxivlarga, xususan viloyat va shahar arxivlariga, shuningdek siz ishlagan korxonani nazorat qilgan davlat organlariga rasmiy so'rovlar yuborish orqali ma'lumot topishga harakat qilish kerak. Ba'zida tarqatib yuborilgan korxonalarning hujjatlari markaziy arxivlarda saqlanadi. 2. Ma'lumotlarning noto'g'ri kiritilishi. Pensiya jamg'armasi xodimlari tomonidan dastlabki hisob-kitobda inson omili tufayli xatoliklarga yo'l qo'yilgan bo'lishi mumkin. Masalan, birorta staj davri noto'g'ri qayd etilgan yoki maosh miqdori xato kiritilgan bo'lishi mumkin. 3. Qoidalardan bexabarlik. Ba'zida pensiya jamg'armasi xodimlari ham qonunchilikdagi barcha yangi o'zgarishlar va nozik jihatlardan to'liq xabardor bo'lmasliklari mumkin. Bu esa sizning foydangizga ishlaydigan ba'zi normalarning qo'llanilmasligiga olib kelishi mumkin. Noodatiy jihatlar va nozik nuanslar. Maosh to'g'risidagi ma'lumotnoma va o'rtacha ish haqi. 1991 yilgacha bo'lgan davr uchun pensiya hisob-kitobida odatda ketma-ket istalgan 5 yillik eng yuqori daromadli davrni tanlash imkoniyati beriladi. Ammo ba'zan pensiya fondi xodimlari siz uchun eng foydali bo'lgan davrni avtomatik ravishda tanlamasligi mumkin. Siz bu masalada qat'iy turib, o'zingizning ish haqingiz haqidagi ma'lumotnomalardan eng maqbul davrni tanlashni talab qilishingiz kerak. Agar ish haqi haqida ma'lumot bo'lmasa, pensiya jamg'armasiga o'sha davrdagi tegishli kasb bo'yicha o'rtacha ish haqi me'yorlarining eng yuqori variantini qo'llashni so'rang. 2. Qayta indeksatsiya.
indeksatsiya. Pensiyalar muntazam ravishda indeksatsiya qilinadi. Ya'ni inflyatsiyaga mos ravishda oshirib boriladi. Lekin bu jarayon pensiyaning boshlang'ich miqdori to'g'ri hisoblangan taqdirdagina to'liq samaradorlikka ega bo'ladi. Agar boshlang'ich miqdor kam hisoblangan bo'lsa, indeksatsiya ham shu kam miqdorga nisbatan amalga oshiriladi va siz baribir haqqingizni to'liq olmaysiz. Shuning uchun avvalo boshlang'ich pensiya miqdorini to'g'rilashga e'tibor qaratish kerak. 3. Eng yaxshi davrni tanlash. 2005 yilgacha bo'lgan davr uchun pensiya hisoblashda eng yuqori daromadli 5 yillik uzluksiz ish stajidan olingan ish haqi hisobga olinadi. 1991 yilgacha bo'lgan mehnat staji aynan shu eng yaxshi davriga tushishi va pensiya miqdorini sezilarli oshirishi mumkin. Sizning ishingizda aynan qaysi 5 yillik davr eng foydali bo'lishini tahlil qiling va pensiya jamg'armasidan aynan shu davrni hisobga olishni talab qiling. Endi esa eng muhim qism siz nima qilishingiz kerakligi haqidagi amaliy maslahatlar. Bu bo'limda aniq ko'rsatmalar beraman. Qayerga borish kerak? Qanday hujjatlar to'plash kerak? Nima yozish kerak? Asq ming qadam hujjatlaringizni to'plagan. Bu jarayonning asosi. Sizning qo'lingizda qancha ko'p tasdiqlovchi hujjat bo'lsa, muvaffaqiyatga erishish imkoniyatingiz shuncha yuqori bo'ladi. Asq mehnat daftarchasi, trudovaya knishka. Bu sizning mehnat stajingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. Undagi har bir yozuvni diqqat bilan tekshiring. Ishga kirish va chiqish sanalari, lavozimlar to'g'ri yozilganligiga ishonch hosil qiling. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar agar mavjud bo'lsa, 1992 yilgacha bo'lgan davrdagi oylik ish haqingizni tasdiqlovchi barcha ma'lumotnomalarni toping. Bu ma'lumotnomalar siz ishlagan korxonaning buxgalteriyasidan yoki arxivlardan olingan bo'lishi mumkin. Yoki arxivlardan olingan aytilgandek, agar arxivlardan qidirish yoki guvohlarni jalb qilish zarur bo'ladi. Asr ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlaridan ko'chirmalar mehnat daftarchasidagi yozuvlarni tasdiqlovchi qo'shimcha hujjatlar sifatida foydalidir. Mehnat shartnomalari. Agar shartnomalar saqlanib qolgan bo'lsa, diplomlar, harbiy guvohnoma, o'qish davri va harbiy xizmat ham stajga qo'shilishi mumkinligini hisobga olgan holda, boshqa tasdiqlovchi hujjatlar, mukofotlar haqidagi guvohnomalar, faxriy yorliqlar, kasaba uyushmasi chiptalari, agar ish stajini tasdiqlovchi yozuvlar bo'lsa. 2 qadam. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Barcha hujjatlarni to'plaganingizdan so'ng yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga boring. Maqsadingizni aniq ayting. Maqsadingizni aniq ayting. Siz pensiyangizni qayta hisoblash, tekshirishni so'rayapsiz. Xususan 1991 yilgacha bo'lgan mehnat stajingiz va ish haqingizning to'g'ri hisoblanganligini aniqlashni xohlaysiz. Ayniqsa, o'sha davr uchun mavjud bo'lgan barcha imtiyozlar, koeffitsiyentlar va eng foydali hisoblash usullari qo'llanilganligini tekshirishni so'rang. Pensiya hisob kitobingizning batafsil ko'chirmasini so'rang. Unda 1991 yilgacha bo'lgan mehnat staji qanday hisobga olingani va qaysi ish haqi asos qilib olingani aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Bu hujjat sizning pensiyangiz qanday hisoblanganini tushunishga yordam beradi va kamchiliklarni aniqlashga imkon beradi. Rasmiy ariza yozing. Bu juda muhim qadam. Siz og'zaki murojaat bilan cheklanmasligingiz kerak. Rasmiy ariza yozish orqali siz o'z murojaatingizga qonuniy kuch berasiz va u ro'yxatga olinadi. Bu keyinchalik masalani hal qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. 3 qadam. Arizani qanday yozish kerak? Ariza erkin shaklda yozilishi mumkin, lekin unda quyidagilar aniq ko'rsatilishi kerak. Kimga? Pensiya jamg'armasi hududiy bo'limi boshlig'iga. Kimdan? Sizning to'liq ism-sharifingiz, yashash manzilingiz, pasport ma'lumotlaringiz, pensiya guvohnomasi raqamingiz agar mavjud bo'lsa va aloqa telefon raqamingiz, ariza matni men, ism-sharifingiz. 1991 yilgacha bo'lgan mehnat stajim va o'sha davrdagi olingan ish haqi asosida pensiyamni qayta hisoblash yoki hisob kitobini tekshirishni so'rayman. O'zbekiston Respublikasi amaldagi pensiya qonunchiligida belgilangan barcha imtiyozlar, koeffitsiyentlar va eng foydali hisoblash usullarini qo'llagan holda. Ayniqsa 1991 yilgacha bo'lgan davr uchun pensiya hisob kitobining to'g'riligini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Jumladan, agar sizda aniq bir sabab bo'lsa, masalan, mening 1995 yillardagi ish haqi ma'lumotnomalarimda avvalgi hisob kitobda to'liq hisobga olinmagan yuqori maosh ko'rsatilgan yoki zararli sharoitlardagi ishim uchun maxsus koeffitsiyentlar qo'llanilmagan deb qo'shishingiz mumkin. Arizaga barcha to'plagan hujjatlaringizning nusxalarini mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotnomalari
Diplomlar, harbiy guvohnoma va boshqalar ilova qiling. Asl nusxalarini o'zingizda qoldiring. Ashtirish javob berish muddati. Arzangizga yozma ravishda va qonunda belgilangan muddatda, odatda 15 yoki 4 kun ichida javob berishlarini so'rang. Javobda tekshiruv natijalari va pensiyangizdagi har qanday o'zgarishlar batafsil ko'rsatilishi lozim. Aşk ko'rgadam, qat'iyatli bo'ling. Agar sizning arizangiz rad etilsa yoki sizga noaniq javob berilsa, taslim bo'lmang. Astra huquqiy maslahat oling. Advokatga yoki huquqshunosga murojaat qilib vaziyatingizni tushuntiring. Ba'zida pensiya jamg'armasi xodimlari barcha huquqiy noziliklarni bilmasliklari mumkin. Yugurib turuvchi organlarga murojaat qiling. Viloyat yoki respublika pensiya jamg'armasiga. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi inson huquqlari bo'yicha vakili, ombudsmanga yoki fuqarolarning huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanadigan boshqa tashkilotlarga shikoyat yozing. Asta sudga murojaat qilish. Agar boshqa barcha yo'llar tugab, sizning huquqlaringiz buzilgan deb hisoblasangiz, oxirgi chora sifatida sudga murojaat qilishingiz mumkin. 5 qadam, sabrli bo'ling. Bu jarayon vaqt talab qilishi mumkin. Ayniqsa arxiv qidiruvlari talab qilinsa, bu bir necha haftadan bir necha oygacha cho'zilishi mumkin. Ammo natija oshirilgan pensiya bu harakatlarga arziydi. Xulosa qilib aytganda, aziz tomoshabinlar, sizning 1930 yilgacha bo'lgan mehnat stajingiz pensiyangiz miqdoriga sezilarli darajada ta'sir qilishi mumkin bo'lgan juda muhim omil hisoblanadi. Haqqingizdan mahrum bo'lmang, pensiyangizni tekshirishga, zarur hujjatlarni to'plashga va pensiya jamg'armasiga murojaat qilishga erinmang. Bu sizning kelajagingiz va farovonligingiz uchun qilingan sarmoyadir. Bugungi ma'lumotlar kimlarga yordam berishi mumkinligi haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar sizning ham xuddi shunday vaziyatlaringiz bo'lsa, ularni biz bilan baham ko'ring. Bu boshqalarga ham yordam berishi mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz siz uchun foydali va muhim ma'lumotlarni ulashishda davom etamiz. Salomat bo'ling.